Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir green card yutgan akamizni, Shahriyor akamizni oshiga ketyapmiz. O'zbekiston vaqti bilan soat 7 dan 50 minut o'tdi. Men ertaroq borishim kerak. Chunki mayda chuyda qilishimiz kerak. Qolganlar 11 ga yetib kelishni boshlaydi. Hozirgi bir yilgi green cardda o'ynaydiganlar, sizlarga ham omadinglarni berib yutinglar. Shunaqa oshlarga borishlik nasib qilsin. Shu qatori biz ham yutib, biz ham osh berishlikka nasib qilsin. Assalomu alaykum. Amerikadagi o'zbeklar gruppasi tuzumsizlar. Mana biz ham sekin yo'lga chiqibdi Shahriyor akani oshlarga. O'zi Oybek aka kelsalar, birgalashib o'tamiz. Assalomu alaykum Amerikadagi o'zbeklar kanali a'zolari. Bugun 2025-yil 4-oktyabr Chat Amerikadagi o'zbeklar kanali a'zolari bilan, mana do'st birodarlar bilan xudo xolasa yig'ilish munosabati bilan bugun Sobirxon va Shahriyorxonni green card yutganligi sababli Andijonga xudo xolasa mana choyxona palov qilib xudo xolasa inshaalloh o'tiramiz. Shunga hozir Namangandan Sobirxonni hozir olaman, yo'lga chiqamiz. Assalomu alaykum Amerikadagi o'zbeklar gruppasining obunachilari, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana biz ham Shahriyor do'stimiz viza olganlari munosabati bilan Marg'ilondan yo'lga chiqdik. Mana ukam Muhammad, orqada Abrorjon, hammamiz birgalikda Marg'ilondan Andijonga qarab yo'lga chiqdik. Jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Mana yo'l ketilyapti. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana biz ham xudo xolasa Qo'rg'ontepadan yo'lga chiqdik. Xudo xolasa 1 soat boramiz. Green card yutib olgan mana Shahriyor akam uyga yetib keldik. Kelyapti mana. Yukdagilardan nimalar olib kelyapsiz? Borni olib keldik-ku. Assalomu Alaykum assalom. Ta'minot olib. Qirchoqchalar. Salmonxon u yoqda. O'zi Amerikan sifati uraverar ekan sekin-sekin. Mana shunaqa tashaverasiz, xo'p, men videoga olib turaman.